Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun reklamada unitazlar. Xo'sh. Mana bu unitaz O'zbekiston ishlab chiqarilgan. Sifati ham normalniy. Sistemalari bor. Xo'sh, Koko unitazlarimiz Xitoy quyma. Bachogida o'zida. Krishkasi vakuumli krishka, ya'ni sekin yopiladigan krishka. Xo'sh, ko'rinishi 1, 2, 3 xil ko'rinishda. Endi ko'pchilik mijozlar so'raydi, qanaqa unitaz qo'yay, o'zimning uyimga yoki boshqa ijorada uchun bo'lsa, tavsiya qilamiz. Agar o'zingizning xonadoningizga, uyingizga bo'lsa, mana bu Koko quyma unitazlardan qo'yishlaringiz mumkin. Sifati ham zo'r, hech qanday kamchilik bo'lmaydi. Bachog'lik unitazlarni ayrim kamchiligi bor. Mana o'rtada sanlik bo'ladi, sanliga ketayotgan bo'lsa, so'qirishni boshlaydi. Quymalarda bunaqa muammo yo'q. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Muammo bo'ladi qachonki bularda ham borib baribir har narsani suv yeb tashlaydi-yu. Xo'sh, keyingisi xuddi shuna ko'rinishda. Bu ham Koko unitaz. Suv ketayotgan hammasi bo'ladi. Krishkasi original krishka, ya'ni vakuum. Mexanizmlari ham yangi chiqqan mexanizmlardan. Mana bu Kokoning bachog'lik fasoni bu. Bu ham original bachog' o'shandan. Faqat bachog'i bu sekin uni vakuumni emas-u, yopsa shuni yopiladi. Buni faqat xo'sh, mana bu gofrisi o'zi bilan keladi. Mexanizmlar alohida. Chinisiga gap yo'q lekin sifatiga. Xitoy mahsuloti. Va yana bir xil unitaz chalamiz, Dachni unitaz deyiladi bu. Hech qanday bachog' bo'lmaydi. Mana hovlilarda yoki bir dachalarga qo'yish uchun, endi zamonaviy bo'lishi uchun hech narsasi yo'q. Mana nimasi alohida, o'zi alohida. Mana shu unitazlarimizdan bor. Aynan hozirgi ommabop bo'lgan mana shu Koko quyma unitazlarimiz. Yana shu anaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, nomer qoldiramiz. Like bosing, podpiska bosing. Shu darsni davom ettiraveramiz.